hozir rasm bo'lgan-ku nima chiqarish haligi zamondoshlar xotirasida. O'zi hamma otasi haqida, akasi haqida shu zamondoshlar xotiralarini yig'ib katta kitob tuzish kerak. Siz bir marta ko'rgan ekansiz. Bir marta siz qo'lingizga suv quygan ekanlar. Bir marta bu mehmondoshlikda birga shuni yozib bering. Ukajon qiyin bu menga. Yarim bet shuncha kitob yozgan odam yarim bet yozolmaysiz. Yozolmayman. Boshqalar oson yozadi. Yosh yigit oson yozadi. Shartta o'tirib yozsa, o'shanda bir palon joyga bordik, ziyofat bo'ldi, o'tirdik. Juda ajoyib odam edi. 2 marta haligi menga choy uzatdilar. Juda odobli odam edi deb yozib tashaveradi. Biz yozolmayman. Men nomimni o'ylayman da men nomimga nomunosib arzon gapni qanday yozaman men? Buni bir mohiyatini topmasam men yozolmayman. Yarim bet ham yozolmayman. Bir jumla ham yozolmayman. Mana qiyin deganda men shuni nazarda tutgan bo'lsam kerak. Odam o'zini anglay boradi. O'zini anglagan odamga oson emas. Qarz o'ziga yeb ko'rmaydi. Yoshlikda, ko'z yumuqlikda har gapni gapiraverasiz, har narsani yozaverasiz. Yoshingiz bu joyga borgandan keyin salgina ertani o'ylaysiz. Oqibatni o'ylaysiz. Qiyin bo'lib qoladi-da.